Əsəri qarsaqmı bu taşnikin Yuanshao, Yuanshu'la qattiq talışıdı şunarmı küzün qızat. Lekin bu jangda Sunjanı Turshao özdürü aşo balıqdan chiqma rahat o'ltirdi. Hatto mushunga kerakli bo'lgan qurol-jo'roq, ochliq ta'minotlarini ta'minlab bermaydi bu gerilla ishqisiyo. Ochliq turib endi numus qilmay, ma o'z kuchi, o'z qon tarbiyasiga akaga ma o'ljini yeni talishdi. Bermay ketgandan keyin Liu Biaoning qo'li bilan keyindan pichoq soldi buningga. Nati qamlashmagana iflas. Hem yeni müşahede bu Sun Quan özünün parasitlam emas, bahadırlığını gösterip, özünün ölümünü qarmay 9 yaş durup, Liu Biao'nun qışıq verip öz atısının cəsdini sorab əktidi. Keyin bunun aksi Sunzi bu dadısı varsızlıq qıldı. Canlığını ağandan keyin bu Sunzi'mi bu yerde baldır yaş durup tükeptidi. Müşahede Sunzi'mi bu fıksi Sun Quan'ga nait amraq. Yeni birisi bununki kabiliyetini şu kiçikden tatip bilip kelgeçke, hakimiyetini öz oğlu vermey fıksığı burdu. Yani bu vakit bununki özünün oğlum tek kucakta kiçikini alıp bir bala. Navada oğluğa kaydı önce öz oğluğu miras kaldığın bolsa, hakimiyette işki ziddiyet kep çıkıp, işçiden bölünüp, bularınki bir evlat kanter bedeli nölükten oluşu mümkündür. Şuna bu mu derhal Sun Quan'ga bedi bu yerde. Şuna olan bu yerde Sun Quan şu atısı, aksininki bir evlat kanter bedelik kelgen bu beylikinin Jangdong'un pasbanı olup kep kaldı. Qibei jang başlandığı vakitte Zhuge Liang bu yerge Sun Liu ittifaq üçün el çok kildi. Muş vaqt kelgen vaqtildaydı o pasban deb Sun Quan'ga salam verip, bizning pasbanımız Liu Shuan'da özlerini G'arbning türgi ösmür, bahadır, aql parast, dana pasban deb maqtaydı deydi. Demek bu yerde bu Zhuge Liang'ı faqat yalgan, yavdaqlı qilgan gap emas, qo'shamat ko'liqlamas chu. Bularmi haqiqatan bunun qayib. Zhuge Liang keyin deydi bu Sun Quan haqiqatan bir dana, bulup odam ishiltish ixtisosliklarni tunishda küzbek ötkür bunu da Zhuge Liang'ı qaylığı bu jihatda. Endi bu Sun Quan'ning bundoq bo'lishda bayar degandek bunun başlanış nuqtasi o'xshamaydi. Bu kichigiden huquq, obro'y, mal dünya ish qaskan bo'lmagan. Shunga kichigidan jahondagi donishmandlardan eng oliy ma'rif tarbiyasi olalgan bu. Kichigidan tatib bag bo'lib, odam ishiltish tajribasi kichigidan tatib to'plashqashqa bu kiyimki buniki 18 yaş vaqtida Jangdong'ning beg bo'lib, nayt kichik bo'lsa-mu, lekin beshdan nurg'un so'g'aq amaliy tajribalar o'tkazishga nayt yaxshi idora qilib ma'laydi. Shunga qarsa, Saosauning xo'riligiga o'qnab Liu Biao'ni mag'lub qilib, Qibei urushiga kelgan vaqtda bu yerda Sun Quan nayt donalik bilan Zhou Yun ishga soldi. Zhou Yunmi buningki o'ziga ishonganligini yerda qo'ymay, bir o't bilan Saosauning 100 mingdan ortiq lashkarini ko'ydirib o'tib, butkul jahonni tam qoldirdi. Keyin Zhou Yundan keyin Sun Liu ittifoqini davomli yaxshilash, amal qilib, Jingjuni qo'lga keltirish uchun endi Lu Sunni ishlatdi. Bunun keyindan chu Lu Meng ishlatgan vaqtda nima bo'ldi desak, bu yerda Guayu bunun ahanet kılışınamı? Bu elçevet deb gönsanğun özünün bir çıraylı kızı varken benim bir oğlum bağında mı işkisini erkek buyup kudup qasaq dese bu yerde Guay yönümdeydi. Yol vasının püştini iştinin küçüğü görmem mi? Karanlama git. Bu Sun Quan degen kim o? Bu bek tusta derhal açık Lüma bir Guay yönü kalısını al. Bu yerde neymiş ki Lüma'nın işlikti bu? Bilidi Lüma'nın Guay yönü nait öşligini. Fakat şu Lüman'la evetse, gerçi yekmek elişip yanamızım iş kılıp bir amallarını kılıp maş Guayu'nun məğlub kılalarını bildi. Muşad işletişki en doğru adam Lüman kendini bilip Lüman'ı evetti Sun Quan. Bunun keyin şununla Liu Bei bu iki inisinin kısasını alma deyip 70 bin kişilik zor kuşun bilen bastırıp kelgen vaqtda endi Lu Shun'ni ishiltidi. Lu Shun tek bu vaqt 27 yaş. Nurg'un konu danishmand pishqadam sanğulları var. Hemiz qarshi qudur bununla. Aş bir manqını ishiltib deb. Bu vaqtda dedi o Sun Quan. Akam atamning o'rniga chiqqan vaqtda tek 20 yaş tek endi 30'lik kirib tugab ketgan. Zhou Yu Qibei dajani Saosau'ni mag'lub qilgandimi tek 30 yoshli. Men hokimiyatni qo'limga olgandimi tek 18 yosh dedim. Demak bizning Jangdongdan azaldan o'smir bahadırlar kelib chiqqan. Danışman qaltis badırlar yoshlar tilib kelib chiqqan. Shunga men Lu Shunga ishinaman deb buning ayusini oshirib turdim. Hem Lu Shunmi buni kutgan yerdan chiqib, Liu Beining 70 ming kishi qo'shini bir o't bilan mag'lub qilib, kichik Zhuge Jin degan bir nomni oldi. Shularning hammasida Sun Quanning odam ishlatishining qanchalik to'g'riligi, qanchalik darajada to'g'ri tunuydiganligi, kimning qanday vaqt ishlash bo'lganligi bu jihatga donoligiga haqiqatan qo'l qo'yamiz.
Endi bu Lushin qilgan bu jangda Liu Bei bundan keyin ochiq o'ldi. Savsan burilib o'lib bo'lgan. Endi buning xirs qilib turgan ikki qeyri yo'lbas o'ldi. Bu o'lgandan keyin lekin bu yerda Sunchuan garchi xo'shal bo'lsa-mu, lekin elni yenilib birlik keltiramdi. Nimishqa? Chunki to'ygining o'ligimi otda yo'g'an degan gap bor. Chunki bu yerda Savsa o'lgan bilan, Liu Bei o'lgan bilan buning qo'shuni, yarzimi, boylik, lashkar hech qancha furmdi. Shunami? Savsa o'lgan bilan o'g'li Savpi o'tirib chiqdi. Ham buning bilan tang Simoyi bu donishmanmu tang chiqdi. Albatta bu Liu Bei o'lgandan keyin bu vaqtda Kuming yenilib va buning meni sal kalvaroq bo'lsa-mu, o'qim tutib turgan Adu deydigan bir izbasar va demak bu amaliy kuch yenilib qilishmaydi. Shunga Sunchuanga yeniltas. Onun ustiga bu janglar qarsak, Jangdongning o'tkazgan janglari asosan mudofaa shaklida, hujum emas. Jangdongninki strategik o'rni, jo'grafiyalik o'rni jihatdan haqiqatan mudofaaga nihoyat yaxshi. Bularning suv qo'shini jonni birinchi o'rinda turdi, biroq jonni birlikka keltirmadi ekan, chuqur qo'rqliqdan munavvar bir hujum bo'lishi kerak, tushunami? Lekin bu izchil shu Sunchuanning 5-ni qatib qo'yotgan masala dalma shu. Onun ustiga bu Zhou Yulusu, Liumin qatorliqlar qatorsiq o'lpadi. Bundan keyin buning qo'lasida mashhur bir donishmand mushavirlar, yana Kuming bilan Simoyi bilan tang tura oladigan. Ondan batur bir sang'om quruq jang qildigan bu jihatda yenili kamchil. Ham nechilik qilgan uda jangdimi, garchi bular nusrat qozonganda qilgan bilan o'zining amaliy kuchimi xili xo'rdi. Mushundaq nurg'unlagan sabablar tufayli Savsa bilan Liu Bei o'lib ketgandan keyin Sunchuan 30 yildan ortiq umr ko'rgan bo'lsa-mu, yanala jahonni birlikka keltirolmadi. Qissa haqida bayonlarimiz uzilib qolmaydi. Yoqtirgan do'stlar, go'njo qo'yishni unutib qolmanglar. Rahmat. Sunchuanning bu dangliq tutuqbaylari ichida siz qaysini eng yoqtirsiz? Ikkilar qismida shuni so'zlaylik.